Hammaga salom. Bu video darslikda chempionning trenirovka usulini tahlil qilamiz. Qanaqa usulini? Instagramdagi obunachilarim anchadan beri yozishadi. Mana Mikhail Valenkin повторlarni tez bajaradi. Bu o'zi yaxshimi yo'qmi? Kimdir sekin bajarish kerak deydi, lekin bu tez bajaradi. Qaysi variant optimalni? Fiziologiya nuqtai nazaridan bugun shu narsani ko'rib chiqamiz. Lekin boshlashdan oldin bitta narsani по-любому aytib o'tib ketishim kerak. Bizda hater jo'ralarimiz bor. Afsuski unaqa bolalarning fikrlash darajasi ancha pastroq. Aytadi: "Chempiondikiga osilyapsanmi?" deydi. Shunaqa gaplar bo'lmasligi uchun, oldindan olish uchun zarani yozdim Mikhailga. Shunaqa gap. Ruxsat bersang shunaqa narsani qilmoqchiman deb. Ruxsat berildi, mana bugungi video dars bo'ladi. Video dars ancha cho'zilib ketishi mumkin. Informatsiya ko'p, beradigan narsam ko'p, ko'rsatadigan narsam ko'p. Yana Abdulla Jabborov bilan Mikhailda birga bo'ladigan trenirovkasining videosi chiqqan. Shu videosidan ham lavhalarda ko'rsatib o'taman. Olgan nazariy bilimlaringni trenirovka qanday o'tkazish mumkinligini ham ko'rsatib o'taman. Itak boshlaymiz. Tak, yana bitta gap. Bu narsani razbor qilishdan oldin bitta savolga javob topishimiz kerak. Mana bu Mikhail tez qiladi-ku, undan so'rashimiz kerak. Sening maqsading nima trenirovkadan? Mushak o'stirishmi yo faqatgina prosta kayf qilasanmi? Agarda u aytsa, men trenirovkaga kelaman, mana shu menga yoqadi, mana bu pump, mana shunaqa tez ishlash, men kayf qilaman, meni maqsadim mushak o'stirish oxirgi darajada. Men uchun eng muhimi mana shu hissiyotni his qilish desa, biz qiladigan razbor aktual bo'lmaydi. Agarda u aytsa, meni maqsadim mushak o'stirish, iloji boricha shu gipertrofiyaga erishish desa, mana bu tez bajarish usulini razbor qilamiz. Aytaylik, biz Mikhaildan so'radik, u bizga aytdi: "Men trenirovkaga mushakni o'stirish uchun kelaman." Всё. Сразу mana shu narsani kallamizga qo'yishimiz kerak. То есть biz aniq bilmaymiz. Biz birinchi so'rashimiz kerak. Любой narsani, любой qanday savolni ko'rib chiqishdan oldin so'raymiz. Maqsad bo'ladi-da любой odamda. Bu narsani nima uchun qiladi, bu narsani nima uchun qiladi, любой odam tushunish kerak. Taxmin qilamiz, Mikhail bizga aytdi: "Men mushagimni o'stirmoqchiman, lekin shunaqa tez usulda ishlayman." Itak pogнали. Bu narsani tagiga yetish uchun bu optimalmi yo'qmi, bazadan boshlaymiz. O'zi mana bu mushak qisqarish qanday amalga oshiriladi? Mushak tolasining qisqarishi qayerda boshlanadi? Bizning miyamizda boshlanadi, impuls. То есть markaziy nerv sistemada намерение deyiladi ruschasiga, o'zbekchalar bilmayman nima. Bu tez bo'ladi, doли millisekundi. Намерение, то есть biz mana bu gantelni, mana bu nuqtani mana shu yergacha olib kelmoqchimiz, ko'tarmoqchimiz. Miyamizda impuls paydo bo'ladi, markaziy nerv sistemadan keyin orqa miyaga keladi, motoneyronlarga keladi, mushaklarga borib impuls boradi, mushaklar qisqarishni boshlaydi, mana bu suyak mana shu yerga yaqinlashishni boshlaydi, mushak qisqaradi. То есть mushaklarimizda faqatgina bitta funksiyasi bor. Mana bu suyakka yaqinlashtirish. Chunki mana bitsepsni oladigan bo'lsak, biceps mana birga ulanadi, mana birga ulanadi. Impuls qisqarishga impuls keladigan bo'lsa, prosta qisqaradi, biz ko'taramiz. Biz o'ylaymizki, mana biz gantelni ko'taryapmiz-ku, bizning maqsadimiz bicepsni o'stirish. Biz gantel ko'taryapmiz, kachata qilyapmiz. Lekin bizning mushagimiz u narsani umuman tushunmaydi. Impuls kelyaptimi? Всё, impuls kelsa bo'ldi, u qisqaradi. Mana endi ikkinchi narsa bor. Eng asosiy narsani tushunishlaring kerak. Bizda mushaklarimizda past, o'rta va yuqori chegaralari, motor birliklari bor. Двигательный единицы deyiladi-da. Sizlarga mana shu narsa bo'lmeni osonroq tushunishi uchun biz buni prosta mana bu past chegaralarini birinchi toifadagi mushak tollari deb ataymiz. O'rta chegaralarni 2A deb ataymiz. Yuqori chegaralari mushak tollarini 2X deb ataymiz. Mana shuni tushunib qo'yinglar. Agarda men leksiya davomida
yuqori chegaraladi desam, значит bu 2x. 2a desam o'rta chegaralari. Birinchi toifadagi mushak bu past chegaralari. Shu narsani tushunishimiz kerak. Kallalaringga shuni qo'yinglar. Ita qaranglar, nima uchun bizga organizmimizga mana shu narsalar kerak? Chunki bizda organizmimiz juda ham umli mexanizm. Mana, например, просто qadam tashlab yurish uchun bizga bu qiyin emas-ku. Intensivность katta emas. Ko'p kuch talab qilinmaydi. Mana bu suyakni mana shu yerga olib kelish. Shuning uchun bizga mana bu birinchi toifadagi past pog'onali mushak tollari kerak. Miyadan sal pastroq impuls kuchi past bo'ladi. Agarda bizning maqsadimiz nameriya faqat yurish bo'lsa, impuls pastroq keladi, faqatgina birinchi toifadagi mushak tollariga ishga kiradi. Mana bular dam oladi, u kirmaydi ishga. Nimaga? Chunki impuls pastroq keldi. Endi biz siz bilan sport planshetkaga borib, turnik qilamizmi, отжимание qilamizmi, brus qilamizmi, farqi yo'q. Uje bizni tanamizga mana shu amalga oshirish uchun shu движенияni bu qiyinroq-ku. Tanamizni ko'tarishimiz kerak. Mana bu nima ishlaydi? Qanot bilan biceps ishlaydi, например, turnikda ko'tarilsang. O'zi tanangni ko'tarish uchun uje birinchi toifadagi mushak tollarida kuchi yetmaydi. Kallaga impuls kattaroq, kuchliroq impuls rivojlanadi и ушел 2A mushak tollariga ishga kiradi. Может, ozmoz 2x ham kirishi mumkin, keyinroq atkazga yaqin bo'ladigan bo'lsa. И agarda biz juda ham katta yuk ko'taradigan bo'lsak, impuls kuchi moshniy bo'ladi и mana bu 2x mushak tollari kiradi. Hammasi kiradi. Mana, например, trenajyorga biz nima uchun boramiz? Trenajyorga mushaklarimizni maksimal darajada katta qilmoqchi bo'lish uchun boramiz, shundaymi? То есть, trenajyorniy zal biz uchun bu vosita, katta bir xona. Trenajyorlar bu vositalar. Bu vositalarda biz ishlatgan holda mushaklarimizga rag'bat beramiz. Bizning maqsadimiz mana bu 2x ga rag'bat berish. Novichoklar keladi, faqat 2A mushaklari o'smagan, shundan boshlaydi, keyin yillar davomida o'sha 2x ga o'tadi. Uje opitnilar, uje 1 yildan oshgan, 2 yildan oshgan bolalar uje 2A o'sib bo'lgan, faqatgina 2x orqali o'sishi mumkin. Endi samarali повторlar konsepsiyasi bor. То есть Chris Beardsley bu konsepsiyani muallifi. Bu konsepsiya bizga nimani ko'rsatadi? Bu konsepsiya ko'rsatadiki, nechta podxod повторение qilishdan qat'iy nazar, faqatgina oxirgi 5 tasigina, endi 5 tasi bu umumiy aytiladi. Nauka, fan paka bizga konkretni aytmaydi. Imенно 5 tami, 4 tami atkazga yaqin bo'lgan oxirgi повторениялар imенно 2x mushak tollariga rag'bat beradi. Mana qaranglar. Mana bu, например, qandaydir mushak guruhini srezi. Mana birinchi toifadagi mushak tollar ko'ryapsizlarmi, kichkina? 2A ko'proq, kattaroq, 2x eng kattasi. Mana shuning uchun mana imенно 2x da rag'batlantirsang, imенно gipertrofiya asosiy mushak o'sishi 2x mushak tollari orqali qilinadi. Lekin bu 2x mushak tollarini ishga solib rag'bat berish uchun atkazga yaqin ishlash kerak. Tushunyapsizlarmi? Mana nimaga biz atkazga yaqin ishlaymiz. Bizning maqsadimiz faqatgina toshni ko'tarish emas. Bizning maqsadimiz tosh ko'tarish orqali 2x mushak tollariga rag'bat berish. Bu rag'batni qanday bersak bo'ladi? Например, o'rtacha vesni olamiz, mana bu 15 ta qilamiz. Mana 15 ta qildik, oxirgisi atkaz. 10 ta qilganimiz bu faqatgina razminka sifatida bo'lishi mumkin. Preludiya ruschasida-da, endi bu подготовительный. Oxirgina 5 tasigina imенно samarali повтор. Oxirgina 5 tasigina. Или biz og'irroq vesni olamiz, o'sha birinchi 5 tagina qilamiz atkazga yaqin. Или atkazgacha o'sha birinchi повторdan 2x ishga kirib rag'bat oladi. Mana shu konseptdan tushunishimiz kerak. Ves, shtangandan ves, trenajyordagi ves, gantelni vesi bu vosita. Novichok bo'lsang, og'irroq vesni kontrol qilolmaysan, texnikang buziladi. Majbursan yengilroq vesni olasandagina повторlar soni ko'p bo'ladi. 10 ta, 12 ta. Lekin maqsad atkazga yaqin borish. Nimaga? Chunki 2x ga ishga solish kerak. Chunki asosiy gipertrofiya 2x mushak tollar, yuqori chegaralari mushak tollar orqali oshirilishi mumkin. Agarda sen opitni bo'lsang,
texnikani chotki bajarasang, nima qilasan? Yengilroq deb vesda olib, atkazga bo'ladigan yo'lni cho'zib, kattaroq vesda olasan, 5 ta qilasan, всё. Ikkita variant ham effekt bitta. Lekin mana bu variantda atkazga bo'ladigan yo'l ancha cho'zilgan. Farq shunda. Shuning uchun mana shu slayddan tushunishimiz kerak. Farqi nima, qancha повторение qilasan? Hammani maqsadi bir, agarda mushak o'stirish bo'lsa, atkazgacha yaqin borish. Chunki imенно shunaqa ssenariyda 2x ishga kirib rag'bat oladi. Endi dalshi yedim. Xo'sh, endi mana bu mushak tolasini razborini qilamiz. Mana bu mushak tolasi, mana bu miofibrillalar. То есть har bitta mushak tolarda ichida bir nechta miofibrilla bo'ladi. Bir nechta o'ntadan minglabgacha. Например, mana qaranglar. Birinchi toifadagi mushak tolarda ichida kamroq miofibrilla, aytaylik 100 ta. 2A da 1000 ta bo'lishi mumkin. 2x da 10 ming ta bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Shuning uchun 2x katta bo'ladi. Miofibrillalari ko'p, miofibrilla qancha soni ko'p bo'lsa, shuncha mushak tolasining kuchi ko'p bo'ladi. Сокращительная сила. Qanday o'zi mushak сокращение bo'ladi, qisqaradi. То есть aktin, miozin, ko'priklar degan narsa bor, mexanik kuchlanish. Mexanическое напряжение degan tushuncha bor fanda. Hozir ilmiy tadqiqotlar ko'rsatyapti, mana eng asosiy mushakni o'stiradigan omil bu mexanik kuchlanish, mexanическое напряжение. Mikroshikastlanish emas, pumping emas. Dalshi buni razbor qilamiz. Eng asosiy omil bu mexanik kuchlanish. Har bitta mushak tolosi mexanik kuchlanishni испытывать qilish kerak. Uni qanday amalga oshirsa bo'ladi? Imенно har bitta mushak tolosi ishga kirib rag'bat olish kerak. Har bitta mana bu miofibrilla sarkomerlardan iborat. Mana bu miofibrilla bunaqa отделение sarkomerlar bilan bo'lingan. Mana bu Z liniya deyiladi. Har bitta sarkomer mana aktin, miozin, miofilamentlardan iborat. Mana увеличенное состояние. Mana bu aktin, mana bu miozin. То есть mana bu aktin bilan miozin, mana shunday gribok deyiladi-da bu. Соединение bo'ladi. Aktin miozinovый mostik deyiladimi? То есть aktin miozin ko'prik bittasi. Mana miozinni головкасы bilan aktin ulansa, bitta aktin miozinovый mostik. Mana shunaqa gribok qilib сокращение bo'ladi. Aktin miozin birlashadi, gribok bo'ladi, sarkomer qisqaradi. Sarkomer qisqargandan keyin miofibrillalarni o'zi qisqaradi. Miofibrillalar qisqargandan keyin mushak tolasini o'zi qisqaradi. Mushak guruhini ichida mana bitsepsda qancha mushak tolalari bor. Общий biceps qisqargandan keyin mana bu suyak mana yerga yaqinlashadi. Mana shunaqa amalga oshiriladi nima? Harakat. Mana maksimal darajada chuqur razbor qilyapmiz. Endi mexanik kuchlanish. Imенно mana shu aktin, miozin ko'priklar qancha ko'p bo'lsa, shuncha mexanik kuchlanish zo'r bo'ladi. Agar mexanik kuchlanish zo'r bo'lsa, nimasi? Darajasi. Bu nimaga olib keladi? Mexanotransduksiyaga olib keladi. Hozir mana buni o'tamiz. Hozir следующий slayd qanday? Сейчас hozir shunga yetamiz hozir. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Mana bu mushak tolasi, bu yerda miofibrillalar bor. Har bitta mana miofibrilla mana shuna sarkomerdan iborat. Bu sarkomer Z liniya bilan bo'lingan bu sarkomer. Mana ichida qancha mana bu miofibrillalarni pchelinniy soты deyilgan narsa bor. Miofibrillalar shunday bo'ladi. To sarkomerlar. Mana sarkomerlardagi ichidagi miofilamentlar, miozin, aktin. Aktin, miozin ko'priklar deyiladi. Endi ilmiy tadqiqot. Mushak tolaning qisqarish tezligi va kuch ishlab chiqishi nisbati. Отношение sila-скорость deyiladi-da bu. Ilmiy tadqiqotlar bu obzor. Obzor degani bu bir nechta ilmiy tadqiqotda olatdagan ko'rib chiqadidagining umumiy xulosasini beradi. Bu obzorning xulosasi shunday. Mushak tolasi qanchalik tez qisqarsa, shunchalik kam kuch ishlab chiqaradi. Buning sababi aktin, miozin ko'priklarining shakllanishi soni kamligida. Mana bu yerda ko'rsatilgan grafik. Bu mushak qisqarish tezligi, bu kuch ishlab chiqishi. Ko'ryapsizlarmi?
mana 1 santimetr sekundu напримерda qancha kuch ko'p, to есть anaqa tezlik ko'p bo'lsa, ana tushib ketadi. Kuch tushib ketadi. Qancha tezlik kam bo'lsa, kuch ko'tarilishni boshlaydi. Nimaga? Nimaga shunday? Tak, bunga kelamiz. Nimaga shunday? Mana shu grafik nimaga shunaqa ko'rsatyapti? Agarda tez qisqarsa mushak, shuncha kam kuch ishlab chiqarishga qo'ldan keladi mushak tolasini. Chunki mana bu aktin miyozin ko'priklarini soni kam bo'ladi. To есть tez qisqarish kerak, aktin miyozin bilan bog'lana olmaydi. Vaqt yetmaydi. Shuning uchun tez ko'tarsang mexanik kuchlanish bo'lmaydi. Mushak tolasi ishga kirishi mumkin, lekin mexaniskiy напряжение, mexanik kuchlanish bo'lmaydi mushak tolasida. Chunki mushak tez qisqaryapti. Aktin miyozin ko'priklar yetarlicha shakllanmayapti. Mana shuni tushunishlaring kerak. Endi nimaga bizga mana shu mexanik kuchlanish kerak? Qancha nima bo'lsa, tezlik past bo'lsa, mushakning qisqarishi tezligi past bo'lsa, shuncha ko'p kuch ishlab chiqariladi. Bu yangi tushuncha kiritishimiz kerak. Majburiy sekin tezlik. Aktin miyozin ko'priklari maksimal bo'lish uchun majburiy sekin tezlik bo'lishi kerak. Majburiy sekin tezlik bo'ldimi, aktin miyozin ko'priklari maksimal bo'ldimi, mexanik kuchlanish maksimal bo'ldimi, mexanotransduksiya bo'ladi. To есть mana qaranglar, mana miofibrillalarda o'zi ko'rdilaring, buni bilasizlar. Mana bu ham miofibrilla, bu sarkomerlar, mana bu mioyadra, yadro. Mushak tolasida bir nechta yadralar bo'ladi-da. Imенно bu yerda oqsilda sintezi boshlanadi. To есть trenirovkadagi maqsad mexaniskiy rag'batni, mexaniskiy stimulni ximik jarayonga aylantirish. To есть agarda biz mexanik har bitta mushak tolamizda, miofibrillalarda mexanik kuchlanishni amalga oshirsak, mexanotransduksiya bo'ladi. Mana bu yerda sensorlar считывать qiladi degan oqsilda sintezi boshlanadi. Yangi miofibrillalar qo'shiladi, mushakni tolasini hajmi oshadi. Mana shuni tushunishimiz kerak. Biz trenirovkaga mana shuning uchun kelamiz. Birinchidan yuqori chegaralari 2x mushak tolalariga rag'bat berish. Rag'bat qachon bo'ladi? Atkazga yaqinlashganimizda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Tezlik kamayadi. Boshida tezroq ko'tarasan, lekin atkazga qancha yaqin bo'lsang, qisqarish tezligi kamayadi, senga shu qiyinlashadi, lekin sen davom ettirish, kalangda davom ettirish bo'ladi, намерение davom ettirasan, texnikani ushlab qiyinlashadi, shu paytda maksimal darajada aktin miyozin ko'priklar paydo bo'ladi, majburiy sekin tezlik bo'ladi, mexanotransduksiya bo'ladi. Mana atkazni sal chuqurlashgan variantini tushunchasi. Nima bo'ladi? Atkaz paytida mushak tolasini ichida. Atkazga yaqinlashyapsan, majburiy sekin tezlik bo'ladi. To есть sen harakat qilasan tez ko'tarishdi. Lekin uje atkazga yaqinlashyapsan, majburiy sekin tezlik. To есть majbursan sekin ko'tarishga, chunki boshqacha bo'lmayapti. Shu paytda aktin miyozin ko'priklar maksimal darajada bo'ladi, soni mexanik kuchlanish bo'ladi, mexanotransduksiya jarayoni boshlanadi. Mioyadrada sintez jarayoni boshlanadi. O'sha trenirovkadan keyin sintez ko'tariladi, biz oqsil yeymiz, kaloriya beramiz, dam olamiz, sekin-sekin mana shunday mushak o'sishi bo'ladi. Shuni tushunishlaring kerak. Atkaz juda ham muhim rol o'ynaydi. Nimaga? Mana hozir tushunishlaring kerak. O'ylaymanki, umid qilamanki tushundilaring. Bizga atkaz nima uchun kerak? 2x ni ishga solish uchun kerak. Rag'bat berish uchun kerak. Agarda juda ham chuqur o'rganadigan bo'lsak atkazni, to есть mexanotransduksiyani amalga oshirishimiz kerak. Mexaniskiy stimulni ximический jarayonga aylantirishimiz kerak. Mushak tolasini ichidagi oqsil sintezini jarayonini
yoqishimiz kerak. Qo'pol chiqib tushuntiradigan bo'lsam, umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Mana endi Mixailni nimasiga keldik. То есть nazariy bilimni berdim. Umid qilamanki tushunarli bo'ldi. O'sha tushunyapsizlar-a, mushak o'sish uchun nima kerak? Atkazga yaqinlik kerak. Nima uchun? Chunki mana mexanik transduksiyani amalga oshirish uchun kerak. Atkazga yaqinlashganimizda nima bo'ladi? Majburiy sekin tezlik rivojlanadi. То есть qiyin bo'ladi, sen harakat qilasan ko'tarishga, скорость замедляется. Majburiy, вынужденная медленная скорость ruschalab. Lekin Mixailni qarang yozganman. Mixail tomonidan ijro etilgan podxodlarda majburiy sekin tezlik kuzatilmaydi. Natijada yuqori chegarali 2x mushaktolar rag'bat olishmaydi. Nimaga? Chunki atkaz yo'q. Atkazga yaqinlashgani yo'q. Atkazga yaqinlashmayapsanmi, majburiy sekin tezlik yo'q. Majburiy sekin tezlik yo'qmi? Aktin miozin ko'priklari yetarli emas. Mexanическое напряжение, mexanический kuchlanish yo'q. Mexanotransduksiya rivojlanmaydi, sintez qo'shilmaydi, mushak o'smaydi. Rag'bat olmagan mushak tolalari mexanotransduksiya jarayoni qo'shilmaydi, miofibrillar sintez bo'lmaydi va mushak tolasining hajmi o'smaydi. То есть yo'q, o'smaydi. Mana shuni biz tushunishimiz kerak. Nima uchun bizga atkazga yaqin bo'lish ishlashimiz kerak? Mixailni ishlash usulini problemasi nimada? Tez boshlaganida emas. Kallasiga, например, 15 ta turibdi, men 15 ta qilishim kerak. Qilyapti, 15 ta qilyapti, lekin majburiy sekin tezlik biz ko'rmaymiz. Hozir ko'rib chiqamiz bajarishini. Majburiy sekin tezlik yo'q. Prosta 15 ta qildi, bo'ldi, tashladi, ketdi. Ikkinchi podxodni qo'shyapti, yana qilyapti. То есть kallasida mana bu teoriya o'tiribdi-da. Pumping qilishim kerak, mikroshikastlanish bo'lishi kerak, maksimal darajada mana bu nasos qon yig'ilishi kerak bo'ldi. То есть mana bu eski 90-80-yildagi teoriyalarni hali ham qo'llayapti. Problema mana shunda. Hozir давайте ko'ramiz. Xo'sh, pogнали. Так, hozir sanaymiz, qaranglar. E'tibor beringlar, qanday bajaradi. Так, прокрутим немного. Погнали, qaranglar. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, ko'rdlaringni tugatdi. То есть hozir agarda aytganimizda Mixail atkazgacha yana davom ettir deganimizda bilmadim, yana 5 ta qilarmidi, может даже 10 ta qilardi. Ko'ryapsizlarmi? Atkaz yo'q bu yerda. Umuman yo'q atkaz. Lekin hozir anosini qo'shaman, ovozini qo'shaman, Abdulla so'rayapti. Bu рабочий подходmi? Da, bu birinchi рабочий подход deyapti. То есть Abdulla tushunadi, men ham tushunyapman hozir ko'rib. Bu рабочий подход, даже близко рабочий подход emas. Nimaga? Chunki atkaz yo'q. Bu razminka sifatida просто o'tib ketdi. Mana qayerda problema. Mana nimaga ko'pchilik nakachаться qila olmaydi natural holda. Mana problema qayerda? Hozir давайте. Уже рабочий подход, да? Ну да, первый подход. Ana. То есть birinchi подход рабочий. Atkaz umuman yo'q, даже близко yo'q. Mana bu problema. То есть 2x mushak tollariga ishga kirmadi. Rag'bat olmadi. Lekin odam o'ylayapti, birinchi podxod qildim, все. 15 tagidan qildi, bo'ldi. Hozir yana davom ettiramiz. Abdullani bajarishni ko'raylik. Abdulla ham bajaryapti. Abdullada ham oxirida atkaz yo'q. Bir cho'zayotgan payt nafas olganda o'zgarib Atkaz yo'q. Men tushunaman. Chunki Abdulla, men endi so'raganim yo'q. Men o'ylaymanki, Abdullaning programmasi boshqacha. Chunki bu yerda hozir split sistema bo'yicha ishlaydi bular. Bir nechta mashq anoga, qanotga, keyin bitsepsga. Men bilaman, endi Abdullaniki ilmiy yondashuv, u tushunadi.
shuncha podxod bitta mushakka qilish kerak emas. Shuning uchun u atkazgacha ishlamaydi. По-любому rear 3-4 qoldiradi. Tim bo'lsa, video davomida tushunsak bo'ladiki, Abdulla Roza и plus shu sushkada. И plus qandaydir bu gostivoy video просто suhbat uchun qilinadigan video. Lekin biz siz bilan boshida kelishdik, что Mixaildan biz so'radik, u aytdi bizga men zalga mushak o'stirish uchun kelaman, shuning uchun trenirovka qilaman. Shu nuqtai nazardan ko'rib chiqyapmiz. Tak. Aha, ikkinchi podxod. Qarang, поехали. Oldin boshqa sport turlari bilan Maktabda o'qib yurgan. Sinib ketgan. Boksda kuchli. Qo'lni Mana. Допустим, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ko'rdilaringmi? Podxodni boshida qanaqa tezlik edi? Oxirida ham xuddi shunaqa tezlik. Почти hech bile o'zgarmadi. Hozir agarda yana Mixailga aytganimizda davom ettir deganimizda, наверное, minimum 5 ta yana qilardi. To'g'ri ko'ryapsizlarmi? Ikkinchi podxod ham уже bu рабочий podxod emas. Nimaga? Mana bu majburiy sekin tezlik yo'q. Mana problema nimada? Mana shuni tushunishlaring kerak. Mana ko'pchilik bolalar zalga keladi, programmasi bor, qancha qilishim kerak? 12 ta tam 10 ta. Просто oddiy vest oladi, shunaqa qiladi, bo'ldi. Mana problema nimada? Boshida пока sen novichoksan, давайте o'taylik chanoga. Пока sen novichoksan, bu narsa ishlaydi. Пока sen novichoksan, oz-moz bo'lsa ham rag'bat tushsa, bu ishlaydi. Mushaging rivojlanadi. Qaysi mushaging rivojlanadi? 2A rivojlanadi. Потому что zaldan kelishdan oldin ular rag'bat olmadi. Уже zalga kelding, bir balani qilishda boshlaysanmi, qandaydir yuklama bilan все, уже 2A kiradi, rivojlanishni boshlaydi. Lekin qandaydir vaqt o'tadi, уже 2A rivojlanib bo'ladi. Keyinchalik faqatgina 2x tomon bilan o'sishing mumkin. Lekin odamlar mana shu bilimga ega emas. Atkazga yaqin ishlash kerak, fiziologiyada bilimlari yo'q. Yildan yilga bitta anuda nuqtada qotib qoladi, yuradi. Nima ichsam ekan, nimaga o'smayapman? Kimdir ximiyaga o'tib ketadi, kimdir yuradi, qandaydir protein izlayman, mo'jizaviy qo'shimcha izlayman, testda bu sir boshqa nima. Lekin mana ko'rdilaring. Даже chempionlar fundamental joyda xato qiladi. Nimaga xato qiladi? Chunki bu narsa muhimligini bilmaydi. Bu tomonga izlanish yo'q. Mana bu katta muammo. Ko'pchilik trenerlarda muammosi shu. Tak, davom etamiz. Itak, mushak o'sish potensiali. Qaranglar, mana bu Lyle McDonald degan bitta juda ham krutoy amerikalik fiziolog bor. Shu разный tadqiqotlarni ko'rib chiqqan, yana shunaqa bizga ko'rsatkichlarni beryapti. Odam birinchi yilda maksimal darajada o'sish potensiali bor. Hozir mushak, suxoy mushak massa haqida gap ketyapti. Umumiy vazn tanani vazni emas. Novichok birinchi yilda 10 kilodan 12 kilogacha suxoy mishni massa yig'ishi mumkin. Agarda oyga bo'ladigan bo'lsa, oyiga 1 kilo. Bu ves emas. Imенно suxoy massa. Ves bo'ladigan bo'lsa, bu bir oyga kimdir 2-3 kilo oladi, keyin sekin-sekin kamayadi. Yil davomida 10-12 kilo suxoy massa, umumiy tana vazni bo'ladigan bo'lsa, bu yerga glikogen, suv, yana yog' ham qo'shilishi mumkin, ko'proq bo'ladi. Ikkinchi yilga o'zi kamroq, uchinchi yilga yana kamroq, to'rtinchi yilga вообще mizer. Yana qaytaraman, bu tana vazni emas, bu suxoy mishni massa. Sizlar tushunishlaring kerak. Nimaga shunday? Mana spetsiyani qilganman. Допустим, mana bu ko'krakni mushagi, полностью, mana ko'krakni mushaklaring. Birinchi toifadagi mushak tollari уже maksimal darajada o'sib bo'lgan. Ular umrlaring davomida rag'bat oladi. Bir balani ko'tarasizlar, nima qilasizlar? Xullas, u mana bu qo'llarimizda mana men qilyapman hozir, mana grudная мышца ishlayapti. Mana приведение qilyapman, pastga tushiraman, приведение qilib. Именно birinchi toifadagi mushak tollari ishlaydi. Chunki intensivность kam. Og'ir narsa emas-ku bu. Shuning uchun
meni organizmim markaziy nerv sistema nima qiladi? 2A bilan 2x ni qo'shmaydi, birinchi toifadagi qo'shadi. Hozir qo'limga bitta qanday crossover olganimda, cho'zishni boshlaganimda ko'proq nagruzka intensivnost shu majbur bo'ladi markaziy nerv sistema ko'kragimda 2A ni ishga solishga. Shuning uchun birinchi yil davomida mana 2A ham ozmoz 2x ham o'sadi mana. Ko'ryapsizlarmi mana 1 yil davomida? Ko'ryapsizlarmi qancha ko'p? Shuning uchun birinchi yil maksimalniy rezultat bo'ladi любой odamda. Mana даже internetda ko'rsalaring до-после любой trenerni ko'ringlar, любой trener. Novichokda oladi degan 1 oyda 10 kilo oldik, 2 oyda shuncha oldik, 4 oyda shuncha oldik. Конечно, kim fiziologiyani tushunsa tushunadi bu. Nimaga maqtanyapti bu? Любой novichok shunday bo'ladi, любой novichok. Еще plus-minus genetikasi yaxshi bo'lsa, вообще zo'r rezultat ko'rsatadi bu bolalar. Mana shunaqa bolalarni bizga internetda ko'rsatishadi. Lekin shu usulni qilgan qancha o'nlab kimdir yuzlab bolalar natija olmagan, ularni bizga ko'rsatishmaydi, ошибка выжившего. Kimda genetikasi plus-minus yaxshi bo'lsa ko'rsatadi, всё, menga kenglar, do и после 10 kilo oldik deb. Novichoklar mana bu narsalarni bilmagan novichoklar boradi, zombiga o'xshab. Unaqa emas. Sen 2-3 yil trenirovka qilgan bolalarni mana shunaqa rezultat hech kim qila olmaydi. Natural. Nimaga? Chunki mana bu fiziologiya, bu aniq fan bu. Mana bu fiziologiya. Bu qandaydir гадание на кофейной гуще emas, bu qandaydir astrologiya emas. Mana bu точный nauka bu. Tanamizda fiziologiya bizga ko'rsatyapti. Yildan yilga o'sish kamayadi. Nimaga? Chunki 2x tolalari faqatgina o'sishi mumkin. Ular bizda organizmimizda bespredельно o'sa olmaydi. Hamma любой odamda genetik уровень patologi bor. Shuning uchun yildan yilga mana qaranglar, kam progress bo'ladi. Mana sizlarga spetsial grafik qo'yib qo'yganman. Birinchi yilda maksimal o'zgarish, yildan yilga kam ketaveradi. Faqat 2x mushak tollarini rag'bat qilish orqali o'ssa bo'ladi. Qanday biz rag'bat qilamiz? Rag'batlantiramiz 2x ni faqatgina ortkazga yaqin RIR. Qayerda yozgan edim? Mana RIR 2 yo 1. То есть ilmiy tadqiqotlar ko'rsatyapti. Ortkazga taqab ishlading nima? RIR 1 2 повторение qoldirding, anosi 1. Natijasi 1. Faqat gipertrofiyada natija 1. Lekin RIR 2-1 bilan ishlasang markaziy nerv sistema charchog'i kamroq bo'ladi. Shuning uchun agarda gipertrofiya effekti 1 bo'lsa, ortkazga taqab ishlaganing RIR 1-2 bo'lsa, nima qilamiz biz markaziy nerv sistemamizni prosta charchatib. Biz RIR 2-1 qilib ishlaymiz. Shu. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi. Nimaga? Chunki Ramisni kurslariga kelib o'qimaganda, mana Ramisni kursini o'qigan odamlar Fitbody uzga kirib, mana shu narsalarni davno уже biladi. Любой kachok akalarimizni trenirovkasini ko'rsa, chempion bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu narsalarni chotki ko'radi, xatoligini chotki chiqarib oladi. Bu narsalarni xatolarni уже qilmaydi. Mana nima uchun bilim kerak. Xullas, trenirovkaning birinchi yilidan keyin mushak massasini oshishini faqatgina yuqori chegarali 2x mushak tollari rag'batlantirish orqali amalga oshirish mumkin. Umid qilamanki, bu hammaga yetib bordi. Endi sizlarda ikkita yo'l bor. Всего лишь ikkita yo'l bor. Mana sizlarga Morpheus Neo tanla deyapti sizga. Hozirgi tanlovingizni, kelajagingizni sifatini belgilaydi. Yo siz Broscience bu Bronauka, to есть trenajyorniy zallarda kachok akalarimizni jo'ralar bir-birini ko'radi-ku, "O, bro" deb. Mana shunaqa bolalar. Kecha trenirovka qildim, kecha nerealni og'ridi. Trenirovkan значит zo'r bo'lganda, to есть mikroshikastlanish. Уже ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadi, bu naborot salbiy ta'sir qiladi. Pumping. Davay pumping qilamiz, 15 tadan 20 tadan dabivka qilishim kerak, boshqa nima yorib yorishim kerak. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatyapti. Bu salbiy tomoni bo'lmasa ham effekti umuman yo'q. Ovqatlanishda cheklovlar, например, yog' yo'qotish bo'lsa, bu mumkin emas, faqat bu. Bizlar bilan hayotimiz sport bilan chegaralmagan. Biz sportni, fitnessni shunday hayotimizga kirgizishimiz kerakki, hayotimizning sifatiga, kayfimizga salbiy ta'sir qilmasligi kerak.
faqatgina oldinga yurishimiz uchun yordam berish kerak. Lekin agarda ovqatlarda cheklovlarda chiqarib tashlang, yo'q bu yomon, shakar yomon, bu mumkin emas, bu mumkin emas. Unaqa bo'lmaydi. Optimallashish kerak-da. Ovqatlanishing faqat shunaqa fast food produktlardan emas, tashkil topish kerak emas, lekin u narsalar bo'lish kerak обязательно. Потому что u dopamin beradigan, gormon удовольствие beradigan narsalar. U bo'lish kerak. U biz nimadan ovqatdan oladigan dopaminning yomon narsa deb ayta olmaymiz. Biz bilamizki, ko'pchilik uchun ovqat bu dopaminda единственный manbai bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik semiz. Nimaga? Ularda ko'p stress bor hayotida. Shuning uchun boshqa yerdan удовольствие olmaydi, faqat ovqat orqali. Самый дешевый источник дофамина. Hayot sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Например, bro akalarimizni tavsiyalari. То есть, agarda trenirovka jarayonida charchab chiqmadingmi, значит trenirovkang samarali bo'lmadi. Charchashing kerak, приседание qilishing kerak, становой тяга qilishing kerak, ko'taring chiqqanicha ishlashing kerak. Shunaqa charchab chiqdingmi, charchog'ing bo'ldimi, значит trenirovkang yaxshi bo'ldi. На самом деле unaqa emas. Charchash kerak emas. Shunaqa qilish kerakki, trenirovkani shu charchoq umuman bo'lmasin. Управление усталостью deyiladi bu. Fiziologiyani tushungan odam shunaqa trenirovka qilib beradiki, любой odamga odam charchamaydi, sveji chiqib ketadi. Mana shunaqa qilish kerak. Chunki agarda charchadingmi, zaldan tashqaridagi hayotingga salbiy ta'sir qiladi. Charchadingmi, borasan, libidang пониженный bo'ladi. Ayoling aytadi, "Ну что, давай. Сегодня зажжем", deydi. Bolalar aytadi, "Yo'q, я сегодня у меня была такая прокачка ног", deydi. "Меня сегодня не трогай, давай завтра", deydi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun, markaziy nerv sistema charchamasligi uchun, jinsiy hayotga salbiy ta'sir bo'lmasligi uchun, вообще qandaydir kun hayotingga sifatiga, to есть senga qandaydir ishlaringni qilishing kerak, lekin markaziy nerv sistemang charchagan. Qancha bolalar menga yozadi. Mana o'zbek auditoriya bilan ishlashni boshlaganimda, уже tavsiyalar berganimda, ob'yomni tushiringlar, yuqori paftordan ketinglar, vesni ko'taringlar, kam paftor bilan ishlanglar. Ko'p podxod qilmanglar, kam qilinglar ob'yomni, hajmini. Ko'pchilik shu narsalarni trenirovkani optimallashga qanchasi yozdi. Aka, rahmat, avvalga o'xshab charchamayapman, yaxshi tiklanyapman, даже ko'targan veslarim oshdi deb. Men bu narsani tushunaman, chunki markaziy nerv sistema ko'pchilik mana shu bro science kachogakalarimizni gapiga kirib, keragidan ortiq qiladi, markaziy nerv sistemasi charchaydi, hayotiga salbiy ta'sir qiladi. Lekin bizda kachogakalarimiz hayoti shu. Faqat zal, ovqat yeyish, trenirovka bo'ldi, trenerlik qilish. Ko'pchilik unaqa hayot bilan yashamaydi. Keyin aytadi, tiklanish uchun buni ich, buni ich, buni ich, buni ich deydi. Mana pulni behuda sarf qilinishi sport pitlarga. Arginin, boshqa balabattar, qandaydir vitamin boshqa nimalar. Конечно, ovqatda cheklovlarni maksimal bo'lgan bo'lsa, kerakli mikroelementlarni anolardan, mevalardan, boshqa nimalardan ola olmaysan, meva mumkin emas, bu fruktoza, bu glyukoza semirtiradi, unaqa deb. Конечно, majbur bo'lasan mikroelementlarni batlardan olishga. Agarda biliming bo'lsa, ovqatlanishingni optimallashtirsang, senga hech qanaqa bat kerak emas. Даже senga protein kerak emas. Agarda oqsil miqdoringni hisoblashni bilsang, qancha senga kerak bo'lsa, umuman sport bit kerak bo'lmasligi mumkin. Pulingni вообще sarf qilmaysan. Nimaga? Chunki biliming bor. Mana bilim samaradorlikni beradi, mustaqillikni beradi, birovga qaram bo'lmaysan. Erkinlikni beradi. Tushunasan, qanaqa vaziyatda nima qilishim kerak, jarayonni optimallashtirish uchun. Vaziyatdan kelib chiqqan holda. Chunki biliming bor. Kam xarajat. Faqat kerakli narsalarga xarajat qilasan. Chunki sen bilasan, mana bu действительно ishlaydi, bu narsani olishim kerak, yoki qilishim kerak. Mana bu tufta, bu kerak emas, musor. Pareto prinsipi. 20% усилие harakat qilasan, 80% natija. Lekin bilish kerak, shu 20% ni qayerga yo'naltirishdi. Buning uchun bilim kerak. Biliming bo'lsa, bilasan, mana shuni qilaman, 80% kirib keladi. Lekin biliming bo'lmasa, sen faqat umidvorsan. Mana bro science bizni kachogakalarimiz tavsiya berishyapti. Unda bo'ldi-ku, men umid qilaman, shu narsani qilsam menda ham bo'ladi. Shu umid bilan yashaysan. Jarayonni kontrol qila olmaysan. Nimaga? Chunki biliming yo'q. Biliming bo'lsa, har bitta harakatingda осознанность bo'ladi.
Hech narsani nima qilyapman, nima uchun qilyapman? Shuning uchun bolalar обязательно tana qurilishida, любой sohada bilim orqali olinadigan yo'l eng samarali bo'ladi. Itak mana, bilim asosiy vositadir. Mana Anvar akamiz yog' yo'qotish kursimda o'tgan, aytayapti. Bizning chatimiz bor, общий. Kim kursga ishtirok etsa, shu chatga qo'shiladi. Shu umrbod shu chatda bo'ladi. То есть meni maqsadim mana shunaqa bilimga anaqa qiziqadigan, o'z ustida ishlaydigan bolalarni yig'ib olish. Hozir shunaqa jarayon ketyapti. Chunki bizning maqsad O'zbekistondagi fitnessni islohot qilish. Qanday islohotni amalga oshirsa bo'ladi? Faqat odamlar orqali. Shu odamlarga bilim berish kerak. Mana men shu islohotni boshladim. Bilim orqali odamlarga bilim beraman, ular oladi, shu bilimlarni tarqatadi. U odamlar boshqa odamlarga tarqatadi. Mana shunday sekin-sekin odamlar orqali ijobiy tomonga islohot bo'ladi. Mana Anvar akamiz yozyapti. Bilim bu yechim, erkinlik beradi. Даже mana shu nimasi menga juda ham yoqdi. O'zi tushunadi, kaloriya hisoblashni даже bolalaringga sekin-sekin o'rgatib borish, bolalaringni turmush tarzini optimallashtirishing kerak. Birga ovqatlanishing kerak, onasi tushuntirish kerak, dadasi tushuntirish kerak. Nimaga shuni yeysan, nimaga shunaqa bolalaringda ovqatlanishini o'zi boshida o'zing kontrol qilib shu narsaga o'rgatsang, bolalaring shuni davom ettirib ketadi. 10 ming qadam yurish kerak. Xullas ko'ryapsizlar-a? Juda ham xursandman. Mana shunaqa bolalar sekin-sekin bo'ladi. Bunaqa bolalar shu bilimlarni boshqasiga beradi. Mana shunda sekin-sekin biz rivojlanamiz. Bu srazu bo'lmaydi, vaqt kerak, birinchi qadamni tashadik. Agarda sizlar mana shu bizlarni oramizda bizga qo'shilmoqchi bo'lsalaring, marhamat, Fitbody o'ziga kirasizlar, любой kursini olasizlar, все. Bilimni olasizlar, bizni qatorga qo'shilasizlar, biz bilan birga O'zbekistonda fitnessni rivojlanishiga hissa qo'shasizlar. Itak, mana O'zbekistonga hozirgi vaziyat qanday? Mana Anvar akamiz ham yozyapti, boshida yozyapti. Mana endi qandaydir mana bu kurslar haqida gap ketdi, boshida sotib bo'lgan, bular qattiq cheklovlar qiladi, bir-ikki mahal ovqat yegizadi, короче, ves ketadi. Irodani, то есть u yerda поддержка ketadi. Bu marafon haqida gap ketyapti. Davay qilinglar, поддержка ketadi. То есть vazn ketadi, lekin yog' foizi kamayadi. Kamaymaydi, kamayadi. Asosiy mushak massangiz kamayadi. Sog'lig'ingizga bu putur yetadi, по-любому откат bo'ladi. Marafon tugaydi, все, tashagan ves orqa qaytib keladi. Mana kursimda o'qigandan keyin, bilimni olgandan keyin odam o'zi taqqoslaydi. Любой narsa taqqoslashda bilinadi. Все познается в сравнении. O'zi taqqoslagandan keyin biladi. Bilimni oldi, mana Anvarga hech kim kerak emas, даже men kerak emas. Все. O'zi biladi. Qanaqa darajagacha tushmoqchi, qanaqa vaziyatda nima qilmoqchiligini. Mana bilim orqali shu narsaga erishdi. Mana O'zbekistonga fitnessni islohotchilari, mana massa naborda qancha odam bor, yog' yo'qotishda mana sekin-sekin yig'ilib kelyapti. Mana bu jo'ramizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu imom. Как раз hozir pressini chiqaradiki, massa naborda ham o'qiydi. Juda ham umidvorman shu boladan. Chunki odamlar bilan ishlaydi. Mana shu bilimlarni sekin-sekin odamlarga yetkazib berish kerak. Mana bilimni olasan, biliming bo'lsa, bemalol kecharkanda mana yog' yo'qotish jarayoni. Hozir iftorlikka, mehmonxonaga borib ham yog' yo'qotyapman. Mana ko'ryapsizlarmi? Mehmondorchilikda любой narsa beriladi-ku. Lekin bilimni olgan biladi. Kaloriyani hisoblaydi. Даже qanday yog'il bo'lsa, optimallashtiradi degani, любой ovqatni yesa bo'ladi. Mana bu akam jo'ramiz aytayapti. Internetda lider bo'lib turgan kachok akalarimiz meva seni shiraveradi, semitiradi, yema degan tavsiyalar bor-da. Как это mevani yema deyish mumkin? U yerda qancha mikroelement bor? Rastvorimый kletchatka bor. Kletchatka bizning mikroflora uchun kerak, ozuqa sifatida. Именно mana shu bilimsizlikdan kelib chiqadi mana shunaqa tavsiyalar. Shu bilimsizlikni sekin-sekin ustranit qilish uchun mana kenglar, qo'shilinglar bizni qatorga, bilim olinglar. O'zinglaringni hissalaringni qo'shinglar. Birinchi o'zingni tanangni o'zgartirishga eng optimal yo'l bilan, kam xarajat yo'l bilan.
eng samaradorlik yo'li bilan. Plus shu bilimlaringni keyin yaqinlaringga ham yordam berasizlar. Bolalaring bo'ladimi, turmush o'rtoqlaringmi, luboyga yordam bera olasizlar, luboy odamga. O'zbekistonda luboy trenerga o'zlaring dieta qilib bera olasizlar, cheklovlarsiz. Потому что bilimlaring, vositalaring bo'ladi. Xullas, o'ylaymanki, hammaga полезный bo'ldi informatsiya. Hammaga rahmat za vнимание и yangi videolarda ko'rishguncha xayr.